Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun Xudo xohlasa Miftahul Arabiyyadan to'xtab qolgan joyimizdan darsimizni davom etamiz. Bu yergacha bo'lgan joylarni Telegram kanaliga tashlaymiz va u yerda savol-javoblarni o'quvchilarni o'zlari qilishsa yaxshiroq bo'ladi va qo'yayotgan videolarni ham daqiqasi ozroq bo'ladi. Bu ko'ruvchilar uchun malol keltirmaydi. Hop, al-qismur robi. Demak, birinchi matnni o'qib tarjima qildik. Uni ham o'qib tarjima qilishlikni va u yerda chiqqan lug'atlarni ko'rib chiqishlikni, yodlashlikni tavsiya qilaman. 4-qism deyapti. Shaxsiyatun alamiyatun taghallabat ala al-fashal litadhula at-tarix. Demak, tarixga kirishlik uchun muvaffaqiyatsizlik ustidan g'alaba qozongan dunyodagi eng mashhur shaxslar. Al-fashalu huwa juz'un min at-tajriba. Muvaffaqiyatsizlik bu tajribaning bir qismidir. Deyishadi, ya'ni shunday insonlar. Va huwa sabilun lit-ta'allumi va iktisabil khibrati. U o'rganishlik va tajriba qozonishlik uchun bir yo'ldir. Kathirun minan nas yastaslimu va yash'uru bil ihbat. Ko'plab insonlar taslim bo'lishadi va tushkunlikka tushishadi. آخرون يتجاوزون التجربة ويمضون إلى حياتهم. Va yana o'sha odamlardan boshqalari tajribani aylanib o'tishadi hamda o'z hayotlarini shundayligicha davom etishadi. Ya'ni bitta ishni boshlab muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsa shunday qilishadi demoqchi. وهناك فئة أخرى وجدت في الفشل فرصة وعبرة. Va endi u yerda shunday insonlar borki, muvaffaqiyatsizlikdan bir fursat va ibrat topadigan insonlar guruh bor. وكان طموحهم وإصرارهم أكبر من أي عقبات. Ularning qat'iyatlari va qiziqishlari har qanday azob uqubatdan kattaroqdir. فجدوا واجتهدوا ليستروا أسماءهم في التاريخ. Ya'ni ular jiddiy jahd qilishadi, tirishadi va o'z ismlarini tarixga yozib qo'yishlik uchun harakat qilishadi. Ya'ni o'sha shaxslar bo'yicha bo'ladi bugungi tekstimiz. Xo'p, birinchi shaxsimiz Thomas Edison haqida ekan. O'quvchilardan ko'plari uchun balki endi qiziq bo'lar. قال عنه مدرسوه إنه غبي لدرجة أنه لا يستطيع تعلم أي شيء. Ya'ni Thomas Edisonning ustozlari shunday deyish ekan. U hech narsani o'rgana olmaydigan darajada ahmoqdir deb uning ustozlari maktabda aytishgan ekan. Bu haqiqiy hayotda sodir bo'lgan. Yahmilu ismu Thomas Edison ma yazidu an alfi bara'ati ixtira'in. Ya'ni Thomas Edisonning ismi minglab ixtirolarning patentida uning ismi turadi. بعض هذه الاختراعات غيرت العالم. يعني uning ba'zi ixtirolari dunyoni o'zgartirgan. Va ahammuha, endi uning eng muhimi nima desa, bizni yoritib turgan al-misbahul kahrobai, ya'ni elektron chiroq. Va kamera al-aflam, va yana filmlarni oladigan kamera, mana bizni ham olib turgan kamera ham uning ixtirolari hisoblanadi. Va battariyatu alakalin, va yana uning alakalin batareyasi ham uning ixtirosi hisoblanadi. Min maqolati Edison al-mashhura. Endi Thomas Edisonning o'zining eng mashhur gapi nima desa, ana lam afshal, men hech qachon muvaffaqiyatsizlikka uchramadim. Bal wajadtu 10,000 tariqatin la yumkinu lil misbah al-amal biha. Ya'ni men chiroqni u bilan yoqib bo'lmaydigan 10,000 ta yo'l topganman deb aytadi. Ya'ni bitta chiroqni yoqish uchun 10,000 ta yo'lni sinab ko'rganman deydi. Bu birinchi shaxsimiz edi. Ikkinchisi sohibu silsilati mataimi KFC. Ya'ni KFC restoranlar KFC restoranlar setining egasi haqida bo'lar ekan. Namanganga ham endi ochilyapti, xudo xolasa, Toshkentda juda ham ko'p. ترك العقيد هارلاند ساندرز دراسته ليخرج إلى سوق العمل. Ya'ni KFC'ning sohibi Harland Sanders o'z maktabini tark etdi ish bozoriga kirishlik uchun. فعمل رجل إطفاء وبائعا لشركة التأمين ولإطارة السيارات. Va u o't o'chiruvchi bo'lib ishlagan,
Sug'urta firmasida sotuvchi va yana mashinalarning g'ildiraklarini sotuvchi bo'lib ishlagan. Kama amila fi mahattati mahruqatin va yana yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham ishlagan va vazoifa ukhra adida va yana bir necha vazifalarda ishlagan. Turida min amali asharata marrat ekan qarang. U ishlardan 10 martalab haydalgan. Assasa amalan xosan, o'zining shaxsiy ishini boshlagan. Fafataha funduqan saghiran va mat'aman. Kichkinagina mehmonxona bilan restoran ochgan, lakinnahuma xuriqa ama 1939 miladiyan. Lekin ana shu ikkita oshxonasi va mehmonxonasi 1939-yillarda yonib ketgan ekan. Liyuassisa mat'aman jadidan. Undan keyin u yangi bitta restoran ochgan ekan, lakinnaha aghlaqaha مع انطلاق الحرب العالمية الثانية ليعود للعمل من جديد موظفا في أحد المطاعم. Yangi ochgan oshxonasi ikkinchi jahon urushiga ketishligi sababidan yopgan ekan. So'ngra urushdan keyin qaytib kelib, restoranlardan birida ishchi bo'lib ish boshlagan ekan. سافر ساندريس حول الولايات المتحدة الأمريكية لبيع وصفته السرية من البهارات للدجاج المقلي. Sanders Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab bir safarga chiqqan ekan. Mana endi urushdan qaytib keldi. Nima uchun desa, libay vasfatihi sirriya, ya'ni o'zining qovurilgan tovuq, ziravorli qovurilgan tovuq sirli retseptini sotishlik uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab safarga chiqqan ekan. Sirli retsept deb turib, Kung Fu Pandada aytardik-ku, pandani otasi. وتمكن ساندرس من بيع امتياز وصفته السرية عام 1952 لأول مرة. و birinchi marta 1952-yilda o'zini sirli retseptini sotishlikka imkon topgan ekan. Al-yawm va ba'da vafati Sanders. Ya'ni bugungi kunda Sanders vafot etgandan keyin fa inna silsilata mata'im dajaj Kentucky ladayha alaful mata'im hawla al-alam. Ya'ni u vafot etgandan keyin bugungi kunda dunyo bo'ylab KFC restoranlarining seti 10 mingdan ortiq ekan. Bu bizning ikkinchi qahramonimiz edi. Uchinchi shaxsimiz Soichiro Honda, ya'ni Soichiro Honda. Bizda eng mashhur mashina brendlaridan. ولد هوندا في مقاطعة بعيدة عن طوكيو. Ya'ni Honda Tokiodan uzoq bo'lgan bir shaharchada dunyoga keldi. Va nasha'a fi usratin faqiratin jiddan, va juda ham kambag'al bo'lgan oilada ulg'aydi. Va qad tuwfiya 5 min ikhwatihi natijata su'i at-taghziya. Va ovqatning yomonligi natijasida uning 5 ta aka-ukasi vafot etgan ekan. Qarang. ترك هوندا المدرسة عام 1922 ميلاديا وتوجه إلى طوكيو وعمل في محل لتسليح السيارة مدة 6 سنوات. وهوندا 1922 maktabni tashlab Tokio tomon yuzlangan ekan va u yerda 6 yil davomida mashinalarni tuzatish ustaxonasida ishlagan ekan. ثم افتتح أول محلي لتسليح السيارات عام 1928 ميلاديا. و 1928-yili birinchi marotaba o'zining shaxsiy mashinalar tuzatish ustaxonasini ochgan ekan. 6 yil ishlagandan keyin. حصل هوندا في السنة نفسها على براءة اختراع لتصميمه مكابح معدنية للسيارات بعد أن كانت تصنع من الخشب. Va ana shu yilning o'zida Honda metallik tormoz loyihasi ixtirosi uchun patentni qo'lga kiritgan ekan. Ungacha mashinalarning tormozlari yog'ochdan yasalgan ekan. 1928-yil. زادت اختراعات هوندا. Hondaning ixtirolari oshgan ekan. وبنى مصنعا لكن المصنع دمر بسبب قنبلة في أثناء الحرب العالمية. Va u o'zini fabrikasini qurgan ekan, lekin fabrika ikkinchi jahon urushi asnosida bomba sabab portlab ketgan ekan.
أعاد البناء مرة أخرى. yana bir marta o'zini zavodini tiklagan ekan. لكن المصنع تدمر مرة أخرى سنة 1945 ميلاديا بسبب زلزال قوي. lekin yana bir marta o'sha fabrikasi, o'sha zavodi 1945-yili kuchli zilzila sabab vayron bo'lgan ekan. لم ييأس هوندا فأسس شركة هوندا وبدأ بإنتاج الدراجة النارية التي انتشرت في أماكن كثيرة حول العالم. Honda taslim bo'lmagan ekan, qarang, o'qib turib ko'p odam taslim bo'ladi-ku. O'sha paytlari dunyo bo'ylab ko'p joyda mashhur bo'lgan mototsikl ishlab chiqarishlikni boshlagan bir fabrika ochgan ekan. ومع مرور الوقت تطورت أعمال الشركة وبدأت بإنتاج السيارات. Vaqtlar o'tishi bilan shirkat ishlari rivojlangan va mashinalarni ishlab chiqarishni ham boshlagan ekan. واليوم تعد هذه الشركة من أقوى الشركات على مستوى العالم في صناعة السيارات. bugungi kunga kelib mashina ishlab chiqarishlikda dunyo miqyosida Honda shirkati eng kuchli shirkatlardan biri hisoblanadi.